Assalomu alaykum hurmatli huzur ko'ruvchilar. Dunya Uyg'ur Qurultiyi to'g'ri televiziyasi kündəlik xəvərlər proqrammisiga xush keldinglar. Men Hidayat Musacan. Bugun 10-oyning 13-kuni chorshanba. Hammalarning mush vaqtda xayrlik bo'lsin. Aziz ko'ruvchilar, to'g'ri diqqatinglar, bugungi xəvərlər proqrammimizning tafsilotida bo'lsin. Dunya Uyghur Qurultiyining tashabbusi va arzi bilan Londonda qurilgan Uyg'ur sud kollegiyasi o'zining ikki qitimliq isbot anglash yig'inini muvaffaqiyatli holda oxirlashtirib hukm chiqarish bosqichida turayotgan bir paytda mustabid Xitoy hokimiyati yana uning tashabbusi va bosh arzdori Dunya Uyg'ur Qurultiyiga shundaqla sudda guvohlik bergan chet ellik va sharq turkistonlik shohidlarga qaratgan hujumlarni kuchaytirdi. Xitoy Tashqi ishlar ministrligining bayonotchisi Jolijan 12 oktyabr kuni Beijingda o'tkazilgan axborot e'lon qilish yig'inida qilgan so'zida yana koni muqomini to'lab, atalmish Uyg'ur alayida soti bo'lsa bir yolg'on so'zlash organidan iborat. Bu sud zo'ravon terrorchi va bo'lginchi tashkilot Dunya Uyg'ur Qurultiyining iqtisodiy yordami bilan qurilgan. Uningga Jongoga qarshi chet el kuchlari aktiv moslashgan. Bu sudning hech qanday qonuniy asosi yo'q. Ularning maqsadi Xinjiangni va Jongoni qalaymaqon qilishdan iborat deb chalvaqadi. Texi undan bir kun burunla, ya'ni 11 oktyabr kuni atalmish Uyg'ur avtonom rayonlik hukumat Beijingda 57 qitimliq axborot yig'ini o'tkazib, yana Amerikaga Uyg'ur sud kollegiyasida guvohlik bergan g'arb tadqiqot o'rinlariga, tadqiqotchilarga, shundaqla lager shohidlarga hujum qilgan. Xitoyning bu qitimliq axborot yig'inida lager shohidlarga qaratgan hujumi Zumrat Davudni nishon qilgan. Atalmish Uyg'ur avtonom rayonlik hukumatning bayonotchisi Shu Guishang Zumrat Davudga qarata majburiy tug'mas qilish operatsiyasi ilib berilganligi, uning uyiga qo'shmoq tuqqan o'rinlashtirilganligi va uning lagerda yotganligini rad qilgan edi. Uyg'ur sud kollegiyasining bosh sudchisi Jifrinais Apandi Uyg'ur sud kollegiyasining 10-sentyabrdan 13-sentyabrgacha Londonda o'tkazilgan ikkinchi qitimliq guvohlik anglash yig'inining yepilishida qilgan so'zida sudning oxirgi hukmining bu yil 12-oyning 9-kuni e'lon qilinadiganligini jakarlagan edi. Analizchilarning qarashicha Xitoy hukumati sudning oldimizda chiqarmoqchi bo'lgan hukumatini hozirdan boshlab qattiq aloqsizlikka tushgan. Ularning qarashicha Uyg'ur sud kollegiyasining ikki qitimliq isbot anglash yig'ini Xitoyning Uyg'urlarga elib berilayotgan irqiy qirg'inchilik jinoyatini odil sud maydonida fosh qilish bilan birga xalqaro jamoatning buningga bo'lgan diqqatini har doim jonliq tutib turadigan muhim faoliyat bo'lib, Xitoy Kompartiyasining razil mohiyati va xatarini dunyoga tonitishda belgilik rol o'ynaydi ekan. Xitoy bu Uyg'ur sudini qancha ayblagancha, haqiqatni ko'rib yetgan dunyo jamoatchiligi oldida texmo rasvolishidi ekan. Uyg'ur sud kollegiyasining bosh advokati Hamid Sabi Apandining matbuotlarga bildirishicha, Uyg'ur sud kollegiyasining bu yil 6 va 9 oylarda chaqirilgan ikki qitimliq isbot anglash yig'inida sudning bog'lash hay'ati 70 dan ortiq guvohchining guvohligini anglagan. 30 dan ortiq tadqiqotchi 10 ming soatdan ortiqroq vaqt sarf qilib, 500 dan ortiq guvohchining yozma guvohligini o'z ichiga olgan necha 100 ming betlik hujjatlarni tekshirgan. Amisabi Apandi bu yil 12-sentyabr Xitoyning Londonda turishliq bosh elchisi yozgan ochiq xatida Uyg'ur sud kollegiyasining maqsadining Xitoyga qarshi turish emas, balki haqiqatni o'ttirga chiqarish ekanligini alayda eskartib o'tgan. Amerika Tashqi ishlar ministrligining iqtisodiy yordami va Dunya Uyg'ur Qurultiyining o'rinlashtirishi bilan bu yil 14-sentyabr kuni Janvada boshlangan Uyg'urlarning ovozi nomli rasm ko'rgazmasining ikkinchi bosqichi 14-oktyabrdan 18-oktyabrgacha Berlindagi mashhur Aleksandr maydonida o'tkazildi va maydonga Uyg'ur erkinlik chidiri qurib chiqildi. Ko'rgazmaga Amerikaning Berlindagi bosh elchixonasi yaqindan moslashib berdi va rasm ko'rgazmasining boshlanganligi munosabati bilan 14-oktyabr kuni Amerikaning Berlindagi bosh elchixonasida bir qism demokratik davlatlarning elchilari va Dunya Uyg'ur Qurultiyining rahbarlaridan qatnashishida Uyg'ur irqiy qirg'inchiligi haqida suhbat yig'ini o'tkazildi. Uyg'urlarning ovozi nomli mazkur rasm ko'rgazmasi irqiy qirg'inchilik, jazo lagerlari, majburiy emgak, Uyg'ur o'smirlarining ota-ona va oilalaridan majburiy ayirib etilishi qatorliq 4 bo'limga bo'lingan bo'lib, mustabid Xitoy hokimiyatining Sharq Turkistonda Uyg'urlarni asos qilgan yerli xalqlarga qarata rahimsizlik yurgizayotgan irqiy qirg'inchiligi va boshqa jinoiy qilmishlari nihoyat ro'shan holda yo'ritib berilgan. Mazkur ko'rgazma tunji bo'lib 14-sentyabr kuni Amerikaning Janvadagi bosh elchixonasida Amerikaning Birlashgan Davlatlar Tashkilotining Janvada turishliq bosh elchisi Benjamin Apandining riyosatchiligida o'tkazilgan va Dunya Uyg'ur Qurultiyining raisi Dolqun Aysa Apandining ichilish do'tiqi bilan boshlangan bu tunji ko'rgazmaga Angliya, Germaniya, Koreya, Meksika qatorliq davlatlarning Birlashgan Davlatlar Tashkilotidagi bosh elchilari, yana bir qism davlatlarning Janvadagi yuqori darajali diplomatlari, xalqaro kishilik huquq tashkilotlarining asosli mas'ullari va Dalay Lamaning Yevropadagi alayda vakili qatorliqlardan bo'lib, 30 dan ortiq yuqori darajali arbob qatnashgan edi. Orqadan mazkur ko'rgazma 16-sentyabrdan 18-sentyabrgacha Janvadagi Birlashgan Davlatlar Tashkiloti binosi oldidagi maydonda davom qilgan va maydonga maxsus Uyg'ur erkinlik chidiri qurib chiqilgan edi. Birlashgan Davlatlar Tashkiloti kishilik huquq oliy kengashining 48-navbatlik umumiy yig'ini chaqirilayotgan paytda o'tkazilgan mazkur ko'rgazma chet el matbuotlarining kuchli diqqatini qo'zg'agan edi.
Mazkur ko'rgazma yana Belgiyaning Bruksel va Bruges shaharlarida davom qiladi va ko'rgazma bu yil 11 oyning 13 kuni Chexiyaning Prag shahrida boshlanadigan 7 navbatlik Dunya Uyghur qurultiyining tunji kuni oxirgi qitim qurultayga qatnashadigan chet ellik mehmonlar va qurultay vakillarining diqqatiga taqdim qilinadi. Mazkur ko'rgazma boshlangandan buyon Xitoy hokimiyati uningga qarshi orqa-orqadan norozilik bildirib kelmoqda. Masalan, Janvada boshlangan ko'rgazmaning 2 kuni Xitoyning Birlashgan Davlatlar Tashkilotidagi bosh elchisi bayonot e'lon qilib, Amerika hukumatini Jongoni bo'lish va parchalashga o'rnayotgan zo'ravon tashkilot Dunya Uyg'ur qurultiyi bilan birlashib yolg'on uchur tarqatmoqda deb ayblagan edi. O'tgan bir necha yildagi o'xshamagan axborot vositalarining Uyg'urlar haqidagi o'rtaq savollarga qarata gap yo'rg'ilitib Xitoyni ayblashdan o'zini tortib kelgan Pokiston bosh ministri Imron Xon yaqinda G'arb dunyosini ayblab, kishilik huquqda tanlab turib so'zlash bir turlik axloqsizlik degan. U bu so'zni Hindiston kontrolligidagi Kashmir tavasida hindilarning musulmonlarga hujum qilish voqealarini ayblamagan Amerika amdilikda Uyg'urlar masalasini ko'tarib chiqyotdi degan ma'noda aytgan. Pakistan haftalik xəvərlərinin 11 oktyabrdagi obzor maqolasida aytilishicha Imron Xon O'rta Sharq ko'zi jurnalining ziyoratini qabul qilganda bizning Xitoy bilan bo'lgan munosabatimizda o'zaro tushunish mavjud. Hozir biz bu masalani yepiq shaklda muzokara qilyapmiz. Chunki bu ularning tabiiyati va madaniyati degan. Pakistanning Taliban hokimiyati bilan bo'lgan qo'yiq hamkorlik munosabati haqida gap bo'lganda bo'lsa, buning Pakistanning kuchlar kesishgan nuqtadagi o'rnini kuchaytirishni maqsad qiladi degan. Shundaqla 300 ming kishilik Afg'oniston milliy armiyasining Talibanlarga urushmayli taslim bo'lganligiga Pakistanning javobgar emasligini alohida ta'kidlagan. G'arb matbuotlarida e'lon qilingan Uyg'urlar duch kelayotgan qirg'inchilikqa musulmon davlatlarining sukut qilishini ayblash mazmunidagi maqolalarda ko'p qitim Imron Xon haqiqiy ma'nodagi 200limchi rahbar deb ayblangan edi. Xitoy hukumati oldin qabda e'lon qilgan osonliq millatlarning o'qish yeshidagi bolalar maarifini davlat tilida yurgizish haqidagi ko'rsatmasida bundan keyin Xitoy bo'lmagan millatlarning maarif sistemasida shu millatning ona tilini qo'llanmaslik haqida oshkora belgilamlar o'rin olgan. Mutaxassislarning qarashicha buni Xitoy hukumatining o'tgan necha 10 yillik hukmronlik tarixida o'xshash bo'lmagan shakllarda ijro qilib kelgan osmolasiya siyosatining eng yangi pallasi deyishga bo'ladi ekan. Chunki ilgirki bosqichlarda osmolasiya o'rinishlari turli cheklamalar shaklida ijro qilingan bo'lsa-mu, Xitoy bo'lmagan millatlarning ona tilini oshkora ma'ni qilish texi ko'rilib boqmagan hodisa ekan. Wall Street jurnalining bu vaqtdagi obzor maqolasida mana mushu reallikning navbatda Xi Jinping ta'kidlayotgan Xitoy tushining ajralmas qismi ekanligi alohida sharhlangan. KSJ imzosidagi obzorda bayon qilinishicha navbatdagi yangi osmolasiya chaqiriqining manbasi Xitoy raisi Xi Jinpingning yangi davrdagi millatlar masalasining oshquchi barcha millatlar birlikda zamonaviylashgan sotsialistik davlat barpo qilishda degan yo'l yo'riq ekan. Texmi muhimi Xitoy tushini amalga oshirmoqchi bo'layotgan Xi Jinping hozir sotsializm muhitida yetarli makon va zamondan keyin millatlarning cho'ng qo'shilib ketishi tabiiy amalga oshadi degan ilgirki markizmlik tushunchaning amalga oshmaydiganligini to'nib yetgan. Yana bir yoqdan Xi Jinping mavjud bo'layotgan milliy masalalarni Xitoy tushini amalga oshirishdagi hal qilg'uch yil bo'lgan 2049-yili uchun buzg'unchilik rol o'ynaydi deb qarashga ishongan. Buning bilan Junxo o'rtaq kimligini e'tirof qilish navbatdagi Xitoy Kompartiyasining nazarida milliy masalani hal qilishning muhim yo'li deb qaralmoqda hamda o'rtaq tushunchaga aylanmoqda ekan. Buning bilan Xitoy hukumatining Sovet ittifoqidan o'lga olgan osonliq millatlarga e'tibor berishdek choralardagi oliy maktab imtihonida nomer qo'shib berish, planliq tug'utda e'tibor qilish deganlar. Shuningdek nomda berilgan avtonomiya huquqi hamda oxirlash oldida turmoqda ekan. Dal shundoq bo'lganligi uchun Xi Jinping 2022-yili yurakli holda Davlat Milliy ishlar komitetining mudirligiga bir Xitoyni saplagan. Orqadan Liaoningda tug'ilgan, ammo o'zini Mong'ol davagan Wang Lishani 2 Mong'ol avtonom rayonining raisligiga tayinlagan. Ma'lum bo'lishicha navbatda 2 Mong'ol Liaoning Fujian qatorliq joylardagi Xitoy bo'lmagan millatlarga qaratilgan ilgirki turlik e'tibor berish belgilamalari asosan amaldan qoldirilgan. Bo'libmi Xi Jinping 2021-yili avgustdagi milliy ishlar yig'inida Junxo o'rtaq kimligini amalga oshirish chaqiriqini o'ttirg'a qo'ygandan keyin millatlar aro to'ylashni buningdagi bir muhim tadbir sifatida ijro qilish fikrlari o'ttirg'a chiqqan. Yana kelib Xi Jinpingning barliq millatlarning ittifoqligi ular ideyada, e'tiqodda, hissiyotda va madaniyatda o'xshash bo'lganda haqiqiy yusunda ishga oshadi degan so'zi bundan keyingi osmolasiyaning ommaviy asosi bo'ladi deb qaralmoqda ekan. Sharq Turkistondagi majburiy emgak chetishlik bo'lganligi uchun buningga munosabatli bir qator g'arb shirkatlari, jumladan Nay qatorliq bir qator dongli shirkatlarni xom ashyo bilan ta'minlaydigan Yida guruhi Amerika savdo ministrligining qora tizimligiga ilingan edi. Yaqinda bu shirkatning o'zlarini bu tizimlikdan chiqarib etish haqidagi arzi Washington federal sudida rad qilindi. Buning bilan Hong Kongni bazo qilgan bu shirkatning iqtisodiy asosi og'ir tavrinishga duch kelgan. Manbalar jurnalining 11 oktyabrdagi maxsus xabarda aytilishicha bossotchi Reggie Walton bu vaqtda muxbirlarga so'z qilib, bu shirkatning o'zlarining Xinjiangdagi majburiy emgakka bog'lanishlik emasligini isbotlab berolmadi. Shuning uchun biz da'vogarning arzini rad qildik degan. Xabarda aytilishicha mazkur arz rad qilinganlikdan ularning ishki zavodi taqilish xavfiga duch kelgan. Shundaqla bu zavodlardagi 7 mingga yaqin
ishchining xizmati bevosita holda buning ta'siriga uchragan. Zavodning bayonotchisi bu vaqtda so'z qilib, bizning hech qanday ishlab chiqarish xalqimiz majburiy emgakka bog'lanishliq emas. Biz qayta arz sunamiz degan. Xabarda aytilishicha, Amerika tamojnisi qora tizimlikka ismi tushgan shirkatlarning hech qanday tovarlarni chegaradan kirgizmaydigan bo'lib, shu qatorda Yida guruhining Vyetnamdan avatgan bir yurish mollarini tutib qilingan ekan. Hurmatli ko'ruvchilar, yuqorida Dunya Uyg'ur Qurultiyi to'g'ri televiziyasi kündilik xəvərlər pirugrammisi diqqətinizə sunduq. Keyin qaytamliq pirugrammimiz görüşəylik. Görüşkən mən boğaysılar. Xeyir xoş.